iPhone bilan Samsungda o'zgarish yo'q bo'lib turgan bitta paytda Honor bo'lsa robot fon chiqarib qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Robotda o'ynashni bunday qilagan ekan. Bunday qilib tashlaydi ekan. Onangni emmagur. Bunday ko'rinishidan qarasanglar iPhone 17 Pro Max ga o'xshaydi. Xiaomi 17 Ultra ga ham o'xshab ketar ekan deb. Qarasanglar, shunday ochilyapti-da, kamera bu yoqqa shunday burilib turib, ichidan bitta robot kamera chiqyapti-da, hammani bunday quloq ekanda, 360 gradusli. Kim nima qilayotganini tomosha qilib turar ekan. Oldida alohida kamerasi bor ekan. Voy iplos, mana yangilikni zo'ri. Hali iPhone bilan Samsung bu yerda uxlab choyni ichib o'tiribdi. Bu ketishda shu Xiaomi Honor telefonlari dunyoda egallaydi. Samsung bilan iPhone qanaqa qilib sinib ketganini o'zi ham bilmay qoladi. To'g'rimi Jashib? To'g'ri jigar. Telefonda zo'r xususiyatlaridan bittasi, oldi cho'ntaginglarga savolasizlar ekanda, kamera robot fon shunday chiqar ekanda, qilib turib, hamma joyda nazoratga olib ketar ekan. Agar ko'chada bitta mashina zapreshonkaga to'xtab qo'ygan bo'lsa, maza qilib pul ishlasanglar bo'lar ekan. Quloqlarda davri keldi akalar. Lekin quloq bo'lishni umuman maslahat bermayman. Lekin telefonda protsessori xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, man bilmadim. Bilasizmi nima ekan buni protsessori desam, wow deb turardi, xolos. Hech qaysi saytdan topolmadim. Telefonda narxlari haqida ham umuman ma'lumot yo'q. Telefon qachon chiqarish haqida yagona ma'lumot 2026-yil may oylarida chiqishli plan qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, Honorning qo'lida nimalar kelar ekan. Sizlarga bo'lsa omad tilayman. Mix Mobile'ga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasa o'zingizlar bilasizlar.